Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun bizni Yulduz opamning oldiga patsient bo'lib siz sevgan aktrisa Shirin xonim tashrif buyurdi. Yulduz opam 7 etapli chizka qildilar. Mana ketidan maska, hozir mezoterapiya qilib beradilar. Yulduz opa, Massaj qilyapmiz hozir patsientkamizani. Shirin opa, yoqyaptimi sizga Yulduz opamning ishlari? Shunaqangi yaxshi, shunaqangi yengil qo'llari, mayinligidan uyqularim kelib turibdi. Azizlar, biz bilasizlarmi, badanimizga, tanamizga massaj olamiz, yuzimizga olmaymiz. Albatta, birinchi massaj yuzdan boshlaydi, o'zgarishi o'rniga qaraganda darrov sezasizlar. Massaj tana foyda. Massaj olish uchun albatta Yulduzxonga kelsanglar, mani so'zlarim isbotini topasizlar. Yulduz opamning qo'llari juda ham yengil. Обязательно Yulduz opamning oldilariga tashrif buyuring. O'zlaringizni, yuzlaringizni ishonib topshirsangiz bo'ladi. Tabiiylikni saqlab qolgan holda chiroyli qilib protseduralarni qilib beradilar. Rahmat.